Jabroil alayhissalom bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam suhbatlashib turuvdilar. Abu Zaril G'iforiy radhiyallohu anhu kelyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytdilar Jabroil alayhissalom. Abu Zarmi bu kishi kelayotgan dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha Abu Zar dedilar. Siz qanday bilasiz bu kishini Abu Zarligini? Yo Rasululloh, bu Abu Zarning maqomi, martabasi, hurmati butun farishtalarning ichida hamma bu kishini hurmat qiladi. Hamma e'zozlaydi. Farishtalar hurmat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar, "Nimani evaziga? Abu Zarning nima amali Xudoga ma'qul?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Bu kishi sura Qul huvallohu ahadni ko'p o'qiydi" dedilar. Kuniga 100 ta o'qimasa turmas ekan. Bitta Qur'ondagi 3-4 oyat 47 ta harflik oyati karimani bitta o'qisa 10 pora savob beriladigan bo'lsa, 3 ta o'qisa 30 pora Qur'onni savob beriladi. Hatto sura Qul huvallohu ahad surasini o'qiyotgan insonni butun yer yuzi va osmondagi farishtalar ham e'zozlar ekan. Alloh hammamizni ham xonadonlarimizda mana shu suralar takror bo'lishligini Xudo nasib qilsin.